Lexus laqabli Volga jigar. Bunga qancha umr, qancha mehnat ketgan. Oldindan bitta like bosib qo'ying. Polni inabarka bo'yatibdi. Necha ob'yomli motor qo'ygansiz bunga? To'rtovchi Lexus motor 300 FE. Sotiladigan jigar, srочно bitta like bosib, yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Men bunaqasini ko'rmadim. Tezligi menimcha bir 3-4 sekundlarda chiqsa kerak, a? Shunaqa tezroq agar yeplasa, qadavoy markada qo'yilgan. Hamma narsasi. Oldi faqat supportini almashtirdik, motor kuchliligi uchun, to'xtashi uchun. Oporniy disk Mustangga qo'yildi. Supporta bilan birga. Полный kuzov такой nardigray qilib, bo'yalgan ekan. Salonda qarang buni. Voy. Va motor maxluq bo'yatibdi, ishoning. Har bir detali, ruldan tortib, tarpetga, obshivka, zdeniyalar ham boshqa mashinaniki-mi? BMW 2.5 Tablolar ham bor, elektronniy. Voy, yomonchilarga ham bor, ko'rsa, cho'chidim oxirigacha bosishga. Qancha vaqt ketdi shuni yig'ishinglarga? 6 yilcha vaqt ketdi. Sekin akkuratni yig'diydi. Mehrni berib, har bitta zapchasini qatladandir olib kelib, topib, mana urishdilar, hayqirib turibdi bor-ku. Tak, nechta xarajat bo'ldi bu mashinaga biz? 30 mingdan oshgan. Hojaga siz bir proyekt qilibsiz. Uddaladingiz-ku. Nima sotyapsiz o'zi? Otaxonga yig'ib bergandik. Tezligi hech kuchli qo'yamiz. Eplolmadilar. 30 mingdan ham balon bir narsalar dedilar. Qalblariga qo'l solib, rosa savdolashdi. Adashmasam 27 mingga, xudo xolasa, уже taqalganini beramiz. Mehnat, sabr, asab qancha ketgan bunga. Bu olgan odam polni ko'rgazmalardan bemalol qatnasha oladi. Bemalol, spokойно birinchi o'rinni olishsa bo'ladi. Agar eblab o'sha yerda qatnashishga sal shustri bo'lsa-la bo'ladi. Hech qanaqa ish yo'q. Polni bosib yursa ham maza qilib yuradi. Aybi yo'q. Bo'ladi. Driftga ham agarda driftchilar bo'lsa, olsa bo'ladi. Orqasidan bitta zadim bo'lsa, blokirovka qilsa bo'ladi. Mana neobычный hech kimda yo'q, mashinalarni yaxshi ko'radigan. Hojaga tanishlaringizga tarqatib qo'ying. Barakasini bersin, jigar.